Xo'p, 9-siga keldik. Endi bu sal og'irroq, sal qo'rqinchliroq turi. Bu dissotsiativ shaxs yoki dissotsiativ aksentuant yoki psixopat. Bu fransuz adabiyotlarida moralniy debilnost deyiladi yoki nemis adabiyotlarida aneticheskiy psixopat deyiladi. Aneticheskiy psixopat. Ya'ni emotsional tondan, empatiyadan qarama-qarshi insonni hissiy holatini so'zsiz, gaplarsiz, ta'riflarsiz hissiy holatda his qilish. Yani insonni xafaligi, ozgina taajjubligini yoki ozgina xayrixohligini, ozgina xush kayfiyatini, yoqimsiz holatdaligini so'zsiz, gapsiz his qilish bor. O'sha narsani yo'qligi. Unga yo'qligiga qaramasdan, emotsional tonni yo'qligiga qaramasdan, qarama-qarshi insonga nisbatan berahm munosabatlarni, berahm yondoshuvlarni yuqoriligi va bundan qaysidir ma'noda huzur olishi yoki qaysidir ma'noda uni o'zi uchun oliy asab tizimida emotsional holatda to'g'ri deb bilishi holatidagi insonlar. Ular ko'pincha kriminal olamda, retsidivistlar orasida, o'ta vahshiy qotillar orasida ko'p uchraydi. Buni professor Makarov aytadiki, u glaza alligatora. Xuddi alligator ko'ziga o'xshaydi. Katta, yoniq va sovuq. Zelyonaya milya degan kino bor, Tom Hanks o'ynagan. O'sha Tom Hanks mahbuslar haqidagi kinoda kuzatsangiz, bu mahbuslar yaqinda o'sha qatl qilinishi muddati yaqin bo'lgan mahbuslar blogida ishlaydi. Shunda bir bolani olib kelishadi. Retsidivist qayta ko'p qotillik qilgan bola. Ana uni kinodagi holatini ko'rsangiz, ya'ni u hattoki o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga surbetlik, bezbetlik qiladi. Unga keyin jazolanadi. Jazolanishidan maqsad tarbiyalanmaydi. O'shni yana qiladi. Qilganda ham qo'pol, g'alati, xunuk holatda. Va bu narsadan lazzat oladi. Shunday turdagi shaxs tipi hisoblanadi dissotsiativ. Ya'ni moralniy debilnost yoki aneticheskiy psixopat deyiladi. Xo'p, bu oxirgi aytmoqchi bo'lganimiz edi. Ya'ni ularni yengilroq shaxslari ozgina sovuqligi bilan, boshqa insonlarga ozgina berahmligi bilan ishlarda qattiq turadigan inson sifatida ko'riladi. Aksentuant bo'lgan paytda uni bu xususiyati boshqa xususiyatlarga nisbatan yuqori turadi. Psixopatiya darajasida shaxsning asosiy xususiyatini egallab oladi. Bu ishda, odamlar bilan munosabatda, ko'chadagi jamiyatdagi insonlar bilan munosabatda xuddi o'sha holatini namoyon qilishadi ular. Ulardan tashqari yana boshqa turlar ham bor edi. Asosiy 8 ta 9 ta beriladi. Bundan tashqari distimik bor. Doimiy tushkun kayfiyatda yuradigan, bu Buratinodagi doimiy yig'lab yuradigan qahramon. Keyin Winnie Puhdagi ko'tikcha doim tushkun kayfiyatda yoki eksplosiv turi bo'ladi, ya'ni janjalkash, urushqoq, hamma joyda, uyda, ko'chada odamlar bilan, qarindoshlar bilan munosabatdan janjal chiqaradigan, urushadigan shaxs deb belgilangan. Lekin psixopat aksentuantlarni belgilashda ma'lum bir me'yorlar va statistika muhim. Chunki odamlarni psixopat aksentuant haqida juda ko'p turlarga bo'lishadi har xil olimlar, lekin psixiatriya mutaxassislari Ganushkin
Leningrad, Kerbikov bo'yicha asosan bu 8 ta 9 ta turga bo'linadi.